kimsan? İçkanizni tan olasizmi? Siz kimsan? Ichki ishlar xodimmi? Boshqarmadanmi? Hujjating Mana hujjatim. Olib kel. Mana. Men sizga bermayman. Ishimizni ko'rsataman. Ko'rsat. Ko'rsatam, o'qib ko'ring. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha fuqarolarning o'zaro janjali aks etgan video tarqaldi. Videoda ko'ringan fuqaro kiyimidagi shaxs o'zini ichki ishlar xodimi deya tanishtirgan va oq rangli Nexia rusumli mashina boshqaruvidagi shaxsga avtomashinani tez haydaganini aytadi. Qolaversa, nimaga spirtli ichimlik iste'mol qilib mashina haydayapsiz deya savol bilan takror va takror yuzlanadi. Nimacha ichib hayda yurish mashinani? Qayerdan? Viloyatda qo'lingizni uzoq turing. Qayerdan? Qo'lingizni uzoq turing, to'xtang. Nimacha ichib mosh haydayapsiz? To'xta. Ya nimacha ichib mosh haydayapsiz? To'xtang. To'xtab turing. Turing. To'xtab turing. Sherbek Dilmon uchastkaga Hajnarimlar. Uchastkaga chaqiring. Nima muammo? Siz ichib avtomashinani boshqarasiz. Senga nishat qilayotganim yo'qmi? Nishat deganingiz mana shuncha odam ko'rib turibdi, hamma joy changitib ketasiz. Nishat Changitaman. nima uchun changitib haydayapsiz? Ya nima uchun ichib haydayapsiz? Qish oyi. Ichib nima uchun haydayapsiz? Savolimga javob bering. Videodan tushunilishicha, o'zini xodim ekanini aytgan shaxs hududga ekologik masala bo'yicha borgan. Yo'lda esa avtomashinani tez haydayotgan ushbu fuqaroni ko'rib to'xtatgan va so'roq ostiga olgan. Oq rangli Nexia boshqaruvidagilar o'zini xodim deya tanishtirgan shaxsdan yo'l patrul inspektorini chaqirishini talab qiladi. Kimsan? Xodimmi men? Ishlar xodimmi? Bor joyingsan. Sherbek Dilmon. Gayyam keladi. Javonlarga ishlar Sherbek aka Gayyam keladi, gruppa ham keladi. Sherbek Dilmon aka. Voqea qachon va qayerda sodir bo'lgani hozircha ma'lum emas. Tarmoqlarda tarqalgan video izohlarida holat Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida sodir bo'lgani aytiladi. Nima bor sening? Ishimni qilib kelaman men. Nima Nazoratdaman mana shu yerda. Nazoratda. Ikalaga daraxt kesilganligi uchun holat bezatilgan. Mana hujjatim. Mana ichki ishlar xodimi. Qog'ozini ko'rsat. Mana shu, mana udastirdan mana shu. Ism familiyam Safar Boburjon. Hozircha holat yuzasidan rasmiy axborot berilmadi. Kimdir o'zini organ xodimi deya tanishtirgan shaxsning harakatlarini olqishlasa, yana kimdir u noto'g'ri ish qilganini bildiradi. Sizcha siz holat bo'yicha qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Mana hujjatim. Olib kel. Mana. Men sizga bermayman. Ishingizni ko'rsataman. Ko'rsat. Ko'rsataman, o'qib ko'ring. Ha, Mana menman. sen kimsan? Menman. Leytenant Safar Boburjon. Hop, nima? Hozir shoshmang. Nima muammo? Siz ichib avtomashinani boshqarasiz. Senga nishat qilayotganim Nishat yo'qmi? deganingiz mana shuncha odam ko'rib turibdi, hamma joy changitib ketasiz. Nishat Changitaman.